Assalomu alaykum. Hurmatli qizlarjonlar, go'zallar. Bugun sizlar bilan yangi kelgan Faberlik tovarlarini raspakovkasini ko'rib chiqamiz. Bu mahsulotlar ichida bir qancha yangiliklar bor. Videoni oxirigacha kuzating. Birinchisi bu dush geli Zemlyanika ifori bilan 95% tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan seriyamizdan. Hidi judayam xushbo'y. Halol sertifikatiga ega 380 ml. Keyingisi La Creme seriyasidan kremli dush geli bu. Ayniqsa quruq terilarga juda zo'r tushadi. Sut oqsili va bodom ekstrakti bilan. Tarkibida bir qancha foydali yog'larni o'z ichiga oladi. 250 ml. Hidi judayam yoqimli. Keyingisi shampunlarimizdan hammaga mashhur Botanika seriyasidan shifobaxsh shampun aynan yog'li sochlar uchun 94% tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan. Hajmi kattagina 400 ml. Botanika eng ko'p sevib ishlatiladigan seriyalardan biri hisoblanadi. Keyingisi Expert seriyasidan qazg'oqlarga qarshi shampun. Bu qazg'oqni yo'qotish bilan birgalikda sochni shifobaxsh tarzda tiklab ham beradi. Tarkibida bir qancha tabiiy va foydali dengiz mahsulotlaridan olingan moddalar qo'shilgan. Judayam quyuq, ancha vaqtga yetib beradi. Keyingisi, demak, bolajonlar uchun shampun, balzam ikkitasi bitta 3 yoshdan boshlab ishlatishga mo'ljallangan 250 ml. Buni o'ziga xos jihati sochlarni judayam mayin qilib qo'yadi va aynan bolalar uchun intensiv chiqarilgani uchun mutlaqo bezarar. Keyingi mahsulotimiz bu yangi chiqqan mahsulotdan keratin, tiklovchi globalniy keratin seriyasidan kattagina hajmdagi balzam. Aynan o'sha seriyadan shampun. Aynan o'sha seriyadan kattagina hajmdagi hamyonbop narxda soch uchun maska. Yana bitta. Va aynan o'sha seriyadan Expert seriyasidan 21 ta soch uchun vazifani bajaradigan aynan termozashitniy sprey 21 ta vazifani bajaradi. Sochlarni himoya qiladi, asraydi, vitaminlar bilan boyitadi va bir qancha ko'p vazifalari mavjud. Buni alohida videoda chiqaraman mazkur seriya haqida. Hajmi juda ham katta chiqdi. Oldin ko'k Expert spreylari bundan ancha kichkina bo'lardi. Bu esa 200 ml hajmda. Juda ham barakali. Yana ikkita bor ekan. Va bundan yo'lda ham anchasi sotilib ketdi. Черный тмин, ya'ni soch to'kilishiga qarshi shampun. Tmin bu zira. Ko'pchilik buni sedana deb o'ylashar ekan. Aslida tmin bu zira. Qora zira ekstrakti yog'i bilan qo'shib chiqarilgan. Soch to'kilishiga juda ham foydasi katta. 95% tabiiy ingrediyentdan ishlab chiqarilgan va eng hamyonbop seriyalarimiz mahsulotlaridan biri. Boya ham dush gelidan ko'rgan edik. Keyingisi bu narsa juda ham foydali. Legendarniy kislorod seriyasidan yuz uchun sprey, kislorodli sprey. Yuzni tiklab beradi, oziqlantiradi. Tonik sifatida ham ishlasangiz bo'ladi kremdan oldin va eng yaxshi xususiyatlaridan biri bu sprey makiyajni qotirib beradi. Ayniqsa issiq kunlarda, hozir kun isib boshladi. Kremlar oqib qolmaydi. Kremdan oldin va makiyajdan keyin sepsa juda ham yaxshi ushlab beradi. Ham juda foydali.
Yana bitta. Mana bu shampuncha o'zi kichkina bo'lgan bilan juda ham foydasi katta. 150 ml. Bu aynan qazoqqa qarshi eng kuchli versiyasi. Expert Pharma davolovchi seriyadan. Shampun qazoqlarni yo'qotishga qaratilgan. Kim qiziqsa, tarkiblari bo'yicha mahsulotni alohida yozsangiz menga tashab beraman qo'shimcha ma'lumotlarni. Bu Idea seriyasidan mashhur 2 kungacha zashta qilib beradigan dezodorant sharikovый. Buni pushtisi keyingisi intim gigiyena uchun Expert Pharma seriyasidan gel, tozalovchi gel. Har bir ayol qizlarda intim gel bo'lish kerak. Bu maxsus sog'liq uchun foydali hisoblanadi. Maxsus ishlab chiqarilgan intim gigiyena uchun, o'shaning uchun har bir insonda bo'lishi kerak, ayol qizlarda. Murmurdan qo'l kremlari, atir ifori keladigan xushbo'y qo'l kremlari sog'aga ham juda ham yaxshi, sumkalarda ham olib yurishga yaxshi. Maza qilib ishlatasiz, ta'siri ham juda yaxshi. Keyingisi bu Soft Matte'dan pudra. Bu o'rta toni, ya'ni fil suyagi rangida. Bu pudrani hamyonbop jihati insonlarni ko'p o'ziga tortadi, lekin ikkinchi jihati juda ham yaxshi yopib beradi. Va bizda Expert seriyasidan 50 SPF'li dnevnoy kremlar. Buni aynan o'zimga kunduzgi krem sifatida quyoshga qarshi ishlatish uchun xarid qildim. Chunki buni yog'liligi o'rta darajada va oqartiruvchi, dog'larga qarshi ham ta'siri mavjud. Dog'larni ochartirish uchun uni tungi kremi bilan, pilingi bilan qo'shib ishlatishni maslahat beramiz. Demak, Royal Bee seriyasidan tilla va asal ekstrakti qo'shilgan 24 karat tilla qo'shilgan ko'z osti uchun davolovchi patchlar qorayishlarni oldini oladi. Kichkintoy bolajonlarimiz uchun 200 ml hajmda 0 yoshdan boshlab ishlab chiqarilgan bezarar, foydali sochlarni, tanasini yuvish uchun gel. Keyingisi Expert Pharma seriyasidan oqartiruvchi tish pastasi. Tishlaringizda sariqlik bo'lsa, blyashkalar bo'lsa, aynan mana shuni ishlatishni maslahat berar edim. Dush geli boya ham ko'rsatgan edim. Keyingisi tana uchun, yuz uchun maxsus, sochlar uchun sprey, mist, vitaminli. Yangi hidni xohlaydiganlar uchun aynan o'sha spreylarni tavsiya etamiz. Endi bu yog'i atirlar. Beauty Cafe seriyasidan kichik hajmdagi atirlar 30 ml. Buni katta qadoqdagini ham xarid qilishingiz mumkin. Kaori atiri. Kaori bu yaponskiy atir. Aslida bu fransuz parfyumerlar ishlab chiqargan bo'lsa ham, endi Kaori bu yaponlarga taqab ishlab chiqarilgan mashhur atir. Buni har xil versiyalarini ko'rishingiz mumkin. Yozuvlarni ham qaraydigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa original mahsulot. Kaorini podelka variantlarini 95 ming, 90 ming atrofida ham sotyapti. Lekin bu podelka. Siz originalini olishingiz uchun aynan Faberlikga murojaat qilishingiz kerak. Aynan ishlaydigan insonlarga. Mana haqiqiy nakladnoy qog'oz bilan keladi mahsulotlar. Keyingisi Fortunat atiri, mashhur atirlardan. Va bizda yangilik Beauty Cafe Delisni eng kichkina 15 ml variantida atiri chiqdi. Mana shundan ham xarid qilganmiz.
Bu safargi mahsulotlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rib turganingizdek 100% original bo'lgan mahsulotlar aynan mana shunaqa cheklar asosida sizning nomingizga rasmiylashtirilgan holatda bizni Faberlic kompaniyamizning markaziy nuqtasidan jo'natiladi. Bunga hech qachon inson omili aralashtirilmaydi. Maxsus texnologiyalar yordamida har bir jo'natmangiz rasmiylashtiriladi. Endi podelka variantlariga uchrab qolmaslik uchun nima qilish kerak? Aynan Faberlicda ishlaydigan 100% tajribali insonga murojaat qiling. Bu bo'yicha agar sizga ko'mak kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan manzilimiz, telefon raqamlarimizni qoldiryapmiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Sizga aynan ichki narxda qanday qilib xarid qilish kerakligini o'rgataman. Yoki siz a'zo bo'lib aynan biznes qilishingiz mumkin. Biznes qilib bonuslardan, aynan chegirmalardan qanday foydalanish mumkin? Mana shular haqida ma'lumotlar berib o'taman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Aynan qaysi mahsulotlar sizga ko'proq yoqadi Faberlicda yoki mahsulotlardan qaysi biri bo'yicha sizda savollar bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni bo'lishing. Bu foydali ma'lumotlar keyinchalik ko'proq insonlarga yetib borishiga kichik xizmatingizni qo'shgan bo'lasiz. Like bosishni va fikrlaringizni yozishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.